20 millionni 30 millionni to'lab sog'lom oshqozonni shunchaki 60%ni kamida kestirib tashlashyapti. Tushunyapsizmi? Bunaqa achinarli holat. Oshqozonni kestirish bilan shug'ullanadigan klinikalarga xuddiki mijoz ostida bordik, ko'rdik. 68 kilogramman deb menga bariatriya qiladi. Endi juda ham xohlasangiz mayli qilishimiz mumkin degan takliflarni ham berdi vrachlar. Katta davlat shifoxonasiga borganimizda u yerda hozir bariatriya qilishyapti ayollar va bariatriya qilgan ayollarni bir yildan keyingi holatini davolash bilan biz shug'ullanamiz deb shifokorlardan biri aytdi. Klinikalarda bir kunda 20 talab operatsiyalar amalga oshirilayotgan ekan. Va bariatriya qilgan insonlar bilishadiki, ular doimiy shifokor nazoratida bo'lishi kerak, doimiy vitaminlar, terapiyalar olib yurish kerakki, erta qarib ketmasligi uchun. Tabiiyki, organizm ehtiyojida bo'lgan minerallar, vitaminlar oldinga tushmaydi. Organizm juda aqlli, o'ziga kerak bo'lgan narsani olish kerak. Unga u narsa tushmagandan keyin, albatta oldin birinchi obdon ichki rezervlardan oladi, lekin u tugagandan keyin organizm o'zini o'zi himoya qilish rejimiga o'tadi va eng birinchi kerak emas narsalardan forig' bo'la boshlaydi. Birinchi nima deydi? Ha, choch menga kerak emas. U choch главный жизненно важный organ emasda, birinchi chochimiz to'kilishni boshlaydi. Nimaga? Chunki bariatriyadan keyin B guruhi vitaminlar kamqislig'i boshlanadi. Juda ham ko'pchilikda anemiya kuzatiladi, oqsil darajasi tushib ketadi. Chunki ko'p oqsil kirolmaydi organizmga. Vaholanki oson yo'li bor. Ongli bilib olsa, qanaqa nima qilishligini kelib o'rganib olsa, o'sha narsani kechirasiz 30 million to'lamasdan sog'lom holda, uyda o'rganib, nafaqat o'ziga, balki butun oilasiga tatbiq qilib, sog'lom mazza qilib hayotdan zavqlanib yashasa bo'ladi.